Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarga ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytarish talablari kelishni boshlagan holatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga nogironlik pensiyasi olayotganlarga, bog'chisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga va pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish arafasida turganlarga bevosita tegishli. Eng muhim savol: kimlar pulni qaytaradi, kimlar qaytarmaydi? Qaysi holatda pensiya jamg'armasi talab qo'yishi mumkin? Qaysi holatda esa pensioner o'zini himoya qilishi kerak? Men bugun buni oddiy tilda, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta mayda xato sababli odamdan bir necha million so'm talab qilinishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni bilish pulingizni, asabingizni va vaqtingizni saqlab qoladi. Avval pensiya tizimida ko'p narsalar qo'lda ariza va qog'oz hujjatlar asosida tekshirilardi. Pensiya tayinlash uchun hujjat topshirardi. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish haqida ma'lumotnoma, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar taqdim etilardi. Pensiya organi shu hujjatlarga qarab miqdorini hisoblab to'lovni boshlardi. Ammo hozir vaziyat o'zgargan. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Ish staji, ish haqi, fuqarolik holati, vafot etganlik, ishga joylashganlik, chet elga chiqish, nogironlik muddati, talabalar ro'yxati, bank kartasi orqali to'lovlar. Hatto ayrim ijtimoiy nafaqalar bo'yicha ham ma'lumotlar ko'proq tekshirilmoqda. Natijada ilgari sezilmay qolgan yoki vaqtida aniqlanmagan xatolar keyinroq chiqib qolmoqda. Mana shu yerda asosiy masala paydo bo'ladi. Agar pensionerga pensiya yoki nafaqa ortiqcha to'langan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham pensioner aybdor bo'lavermaydi. Ba'zan xato davlat organining o'zida bo'ladi. Ba'zan pensioner ma'lumotni yashirgan bo'ladi. Ba'zan hujjat soxta bo'ladi. Ba'zan esa oddiy odam qonunni bilmagani sababli o'z vaqtida xabar bermaydi. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rib chiqish kerak. Oldin ko'pchilikda shunday tasavvur bor edi. Pensiya tayinlandi. Demak, endi bu pul menga qonuniy berilyapti. Hech kim qaytarishni so'ramaydi. Amalda esa pensiya tayinlangani bu qaror abadiy tekshirilmaydi degani emas. Agar keyinchalik pensiya miqdorini hisoblashda xatolik bo'lgani aniqlansa yoki pensioner muhim ma'lumotni yashirgani ma'lum bo'lsa, ortiqcha to'langan summalar bo'yicha masala ko'tariladi. Hozir aynan shunday tekshiruvlar ko'paygani uchun ayrim pensionerlarga sizga ortiqcha to'lov bo'lgan, falon summani qaytarishingiz kerak degan talablar kelmoqda. Bu talab xat shaklida, telefon orqali ogohlantirish shaklida, pensiya jamg'armasiga chaqirish orqali yoki sudga da'vo arzi kiritilishi orqali bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 2021 yildan beri yoshga doir pensiya olib keladi. Pensiya tayinlanganda uning 25 yil ish staji bor deb hisoblangan. Keyin elektron bazada tekshirilganda 3 yil staj tasdiqlanmasligi aniqlangan. Natijada pensiya miqdori aslida kamroq bo'lishi kerak edi. Shu 3 yil staj sababli oyiga 1 ming so'm ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, 3 yil ichida bu summa 5 million 400 ming so'mga yetadi. Endi savol, bu pulni pensioner qaytaradimi? Javob hujjatlar qanday berilganiga, xato kimdan ketganiga va pensionerda ayb bor yo'qligiga bog'liq. Yana bir misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan 18 yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgani uchun to'lov davom etgan. Lekin u o'qishni tashlab ketgan yoki sirtqi ta'limga o'tgan. Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan. To'lov esa yana keks oy davom etgan. Agar oyiga 900 ming so'm to'langan bo'lsa, ortiqcha summa 7 million 200 ming so'm bo'ladi. Bunday holatda talab qo'yilishi ehtimoli yuqori, chunki pensiya olish sharti yo'qolgan. Men birinchi navbatda kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq aytaman. Birinchi toifa. Pensiya tayinlashda eski ish haqi ma'lumotnomalari yoki mehnat staji bo'yicha hujjatlar topshirganlar. Ayniqsa korxona allaqachon yopilgan, arxiv ma'lumotlari noaniq, hujjatlar qo'lda yozilgan yoki ish haqi ko'rsatkichlari juda yuqori bo'lgan bo'lsa, keyin tekshiruvda savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, odam 1995-2000 yillarda bir korxonada ishlaganini ko'rsatgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivda bu korxona bo'yicha ish haqi qaydlari topilmaydi. Yoki ish haqi ma'lumotnomasida bir oyda o'sha davr uchun juda katta summa ko'rsatilgan. Pensiya miqdori
shu ish haqiga qarab oshgan bo'lsa, organlar hujjatning haqiqiyligini tekshirishi mumkin. Agar ma'lumotnoma soxta bo'lib chiqsa, bu juda jiddiy holat. Bunda nafaqat ortiqcha pulni qaytarish, balki hujjatni kim tayyorlagani bo'yicha alohida javobgarlik masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Nogironlik ko'pincha ma'lum muddatga belgilanadi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Agar odam ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, lekin to'lov davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan summa talab qilinishi mumkin. Ayrimlar meni hech kim chaqirmadi, men bilmadim deydi. Lekin hujjatda nogironlik muddati aniq yozilgan bo'lsa, fuqaro o'zi ham muddatni kuzatishi kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan holat bo'ngdekish yoshdan oshgan bolalarning o'qish maqomi bilan bog'liq. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum yoshgacha pensiya davom etishi mumkin. Lekin u o'qishni tugatsa, haydalsa, akademik ta'tilga chiqsa, sirtqi yoki kechki ta'limga o'tsa, ayrim hollarda pensiya olish huquqi o'zgaradi. Buni yashirish yoki xabar bermaslik ortiqcha to'lovga olib keladi. 4-toifa. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechib olingan holatlar. Bu juda nozik masala. Ba'zan farzandlar yoki qarindoshlar pensioner vafot etgandan keyin ham kartaga tushgan pensiyani ishlatib yuboradi. Ular baribir otamning puli edi, dafn xarajatlariga ishlatdik, davlat o'zi to'xtatish kerak edi deb o'ylashadi. Lekin vafot etgan kundan keyingi davr uchun pensiya to'lovlari qonuniy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Agar ortiqcha tushgan pul yechib olingan bo'lsa, uni qaytarish talabi merosxo'rlar yoki pulni ishlatgan shaxslarga nisbatan qo'yilishi mumkin. 5-toifa bir vaqtning o'zida ikki xil to'lov olganlar. Masalan, ayrim ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar yoki boshqa davlat to'lovlari pensiya bilan birga olinishi mumkin yoki mumkin emasligi qonunda alohida belgilanadi. Odam bir idorada bir ma'lumotni, boshqa idorada boshqa ma'lumotni ko'rsatib, ikki joydan pul olgan bo'lsa, keyin elektron bazalar solishtirilganda bu aniqlanadi. Endi men muhim jihatni aytaman. Har bir talab kelgani pensioner darhol pulni qaytarishi shart degani emas. Agar siz barcha hujjatlarni to'g'ri topshirgan bo'lsangiz, hech narsani yashirmagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi xodimlari hisoblashda o'zlari xato qilgan bo'lsa, masala boshqacha ko'riladi. Har bir ortiqcha to'lov avtomatik ravishda pensioner aybi degani emas. Masalan, siz mehnat daftarchangizni berdingiz, arxiv ma'lumotnomangizni berdingiz, pasportingizni berdingiz, hammasi qonuniy. Xodim esa hisob kitobda noto'g'ri koeffitsient qo'lladi yoki bir davrni 2 marta hisoblab yubordi. Siz oddiy fuqaro sifatida bu murakkab formalarni bilishingiz shart emas. Bunday holatda sizdan pulni qaytarishni talab qilishdan oldin organ o'z talabining qonuniy asosini aniq ko'rsatishi kerak. Yana bir misol. Pensionerga pensiya miqdori oshirilgani haqida qaror chiqarilgan. U o'z kartasiga tushgan pulni olib yashab kelgan. Oradan 2 yil o'tib, biz noto'g'ri oshirgan ekanmiz, hammasini qaytaring deysa, pensioner albatta hujjatlarni talab qilish kerak. Qaysi qaror asosida oshirilgan? Qaysi xato aniqlangan? Xato kim tomonidan qilingan? Pensioner yolg'on ma'lumot berganmi? Agar bular isbotlanmasa, talabga e'tiroz bildirish mumkin. Asosiy qoidani eslab qoling. Agar ortiqcha to'lov pensionerning aybi, soxta hujjat, noto'g'ri ma'lumot berishi yoki muhim ma'lumot berishi yoki muhim holatni yashirishi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, qaytarish talabi kuchli bo'ladi. Agar ortiqcha to'lov faqat idoraning hisoblashdagi yoki texnik xatosi sababli yuzaga kelgan bo'lsa, pensioner o'z huquqini himoya qilishi kerak. Birinchi vaziyat. Onaxon 6-2 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Pensiya tayinlashda 3 yil staj deb hisoblangan. Keyinchalik 4 yil staj aslida tasdiqlanmasligi aniqlangan. Pensiya jamg'armasi oyga bitta hamma ming so'mdan 24 oy ortiqcha to'langanini hisoblab 4.320.000 so'm talab qilmoqda. Bu yerda onaxon nima qilishi kerak? U avvalo staj nega chiqarib tashlanganini bilishi kerak. Agar mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, arxivdan qo'shimcha ma'lumot, korxona vorisi haqida hujjat, guvohlar ko'rsatmasi yoki sud orqali stajni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Ya'ni darhol to'layman demaslik kerak. Ikkinchi vaziyat. Talaba bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olib turgan. U 2023 yil sentyabrda universitetdan chetlashtirilgan, lekin onasi bu haqda xabar bermagan. Pensiya 2024 yil maygacha tushgan. Oyga 20 million so'mdan 8 million so'm ortiqcha to'lov chiqqan. Bu holatda talab asosli bo'lishi mumkin.
Chunki pensiya olish sharti o'qish davom etishiga bog'liq edi. Biz bilmadik degan javob har doim ham qutqarib qolmaydi. Chunki o'qish maqomi o'zgarganini oila bilgan. 3-vaziyat. Nogironlik I guruh qilib 1 yilga belgilangan. Muddat tugagandan keyin odam tibbiy ko'rikdan o'tmagan, lekin to'lov yana 5 oy tushgan. Keyin ortiqcha to'lovni qaytaring deyilgan. Agar to'lov muddati tugaganidan keyin haqiqatan ham asos bo'lmasa qaytarish masalasi paydo bo'ladi. Lekin agar odam tibbiy ko'rikka o'z vaqtida murojaat qilgan, navbat yoki komissiya kechikishi davlat tizimi sababli bo'lgan bo'lsa, bu ham alohida tekshirilishi kerak. 4-vaziyat. Pensioni boboning kartasiga vafotidan keyin yana 2 oy pensiya tushgan. Farzandi kartadan 2.600.000 so'm yechib olgan. Keyin pensiya jamg'armasi pulni qaytarishni talab qilgan. Bu yerda farzand dafn marosimi ishlatdim desa ham ortiqcha tushgan pensiya alohida masala bo'ladi. Dafn puli yoki boshqa yordamlar qonunda alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Vafotdan keyin tushgan pensiyani avtomatik tarzda ishlatish to'g'ri emas. 5-vaziyat. Fuqaro pensiya miqdorini oshirish uchun eski ish joyidan ma'lumotnoma olib kelgan. Keyin bu ma'lumotnomadagi ish haqi korxona arxivida yo'qligi aniqlangan. Agar ma'lumotnoma qalbaki bo'lsa yoki undagi raqamlar ataylab oshirilgan bo'lsa, ortiqcha to'lov qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Bundan tashqari hujjatni bergan shaxs, undan foydalangan shaxs vositachilar bo'lsa, ularning ham javobgarligi ko'riladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyani oshirish uchun tanish orqali ma'lumotnoma olish juda xavfli. Bu masalada eng katta xatolardan biri odamlarning og'zaki gapga ishonib qolishidir. Sizga telefon qilib sizda qarzdorlik bor, kelib to'lang deyishlari mumkin. Lekin siz albatta yozma asos talab qilishingiz kerak. Qaysi davr uchun ortiqcha to'lov hisoblangan, qancha summa, qaysi qonun normasi asosida, qaysi hujjat noto'g'ri deb topilgan, qaysi qaror bekor qilingan yoki o'zgartirilgan. Bularsiz siz vaziyatni tushuna olmaysiz. Ikkinchi nozik jihat muddat masalasi. Ortiqcha to'lov qachondan boshlab hisoblanmoqda? Ba'zan organlar juda uzoq davrni hisoblab katta summa chiqarishi mumkin. Lekin har bir talab bo'yicha da'vo muddati, aybning aniqlangan vaqti, to'lovning sababi, fuqaroga xabar berilgan yoki berilmaganligi muhim ahamiyatga ega. Agar ish sudga chiqsa, bu masalalar albatta ko'tarilishi kerak. 3-jihat rozilik bilan ushlab qolish. Ba'zan pensionerga ariza yozing, pensiyangizdan har oy ushlab qolamiz deyishadi. Bu ham ehtiyotkorlik talab qiladi. Agar siz haqiqatan ham qarzdorlikni tan olsangiz, summa to'g'ri hisoblanganiga ishonchingiz komil bo'lsa, bo'lib to'lash sizga qulay bo'lishi mumkin. Lekin agar siz talabga rozi bo'lmasangiz, nima uchun ariza yozayotganingizni tushunmasangiz, keyin o'zingizga zarar qilib qo'yishingiz mumkin. Ariza yozishdan oldin hisob kitobni qo'lga oling, mutaxassis bilan maslahat qiling. 4-jihat pensionerning moddiy ahvoli. Agar pulni qaytarish majburiyati yuzaga kelgan bo'lsa ham, uni birdaniga to'lash hamma uchun oson emas. Bunday paytda bo'lib to'lash, pensiyadan qonunda belgilangan miqdorda ushlab qolish, sud orqali to'lov tartibini yengillashtirish masalalari ko'rilishi mumkin. Pensionerning yagona daromadi pensiya bo'lsa, dori-darmon xarajatlari katta bo'lsa, qaramog'ida boshqa shaxslar bo'lsa, bularni hujjat bilan ko'rsatish kerak. 5-jihat. Kartaga tushgan pulni davlat berdi, demak meniki deb o'ylamaslik kerak. Bank kartangizga pul tushgani uning har doim qonuniy asosda tushganini anglatmaydi. Ayniqsa sizning holatingizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, nogironlik muddat tugagan, talaba o'qishdan ketgan, pensioner vafot etgan, boshqa to'lov tayinlangan, ishga kirganlik pensiya turiga ta'sir qiladigan bo'lsa, darhol xabar berish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelgan bo'lsa, birinchi qadam vahimaga tushmang va darhol pul to'lamang. Avval talabning yozma nusxasini oling. Unda summa, davr, sabab va huquqiy asos ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar sizni og'zaki chaqirishsa, iltimos, menga yozma hisob kitob va talabnomani bering deb ayting. Ikkinchi qadam, pensiya ishingiz bilan tanishing. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib, pensiya tayinlashga asos bo'lgan hujjatlar, hisob kitob varaqalari, staj va ish haqi bo'yicha qaysi davrlar inobatga olingani, keyin qaysi qismi chiqarib tashlangani haqida ma'lumot so'rang. Siz o'zingiz haqingizdagi qarorlar va hisob kitoblarni bilishga haqlisiz. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Agar masala ish staji bilan bog'liq bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari,
ish haqi vedomotlari korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, bo'ris tashkilot haqidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar masala o'qish bilan bog'liq bo'lsa, universitetdan o'qigan davri, kunduzgi yoki sirtqi shakli, chetlashtirilgan yoki bitirgan sanasi haqida aniq ma'lumotnoma oling. Agar masala nogironlik bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari ko'rikdan o'tish uchun murojaat qilgan sanalaringiz. Yo'llanmalar kerak bo'ladi. 4-qadam, hisob-kitobni tekshiring. Ortiqcha to'lovni hisoblashda oylar to'g'ri olinganmi? Pensiya miqdori o'sha oyda qancha bo'lgan? Qaysi sanadan huquq yo'qolgan deb hisoblangan? Masalan, talaba 25 yanvarda chetlashtirilgan bo'lsa, butun yanvar uchunmi yoki keyingi oydanmi hisoblangan? Nogironlik muddati 1 martda tugagan bo'lsa, to'lov qaysi sanadan ortiqcha deb olingan? Bunday mayda ko'ringan sanlar yakunda millionlab so'm farq qilishi mumkin. 5-qadam. Agar talabga rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda shunday yozish mumkin: menga nisbatan hisoblangan ortiqcha to'lov summasiga rozi emasman. Sababi ortiqcha to'lov yuzaga kelishida mening aybim mavjud emas. Barcha hujjatlar o'z vaqtida va to'liq taqdim etilgan. Hisob-kitob va huquqiy asoslarni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Albatta, vaziyatingizga qarab aniq dalillarni qo'shasiz. 6-qadam, agar hujjatingiz yetishmasa, uni tiklashga harakat qiling. Ko'p odamlar arxivda topilmadi, demak bo'ldi deb taslim bo'ladi. Yo'q, ba'zan hujjat boshqa arxivda bo'ladi, korxona nomi o'zgargan bo'ladi, tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan sud orqali mehnat stajini tasdiqlash mumkin bo'ladi. Bu yo'l vaqt oladi, lekin pensiya miqdori va qarzdorlik masalasi katta ahamiyatga ega. 7-qadam, agar qarzdorlikni tan olsangiz ham to'lov tartibini kelishib oling. Masalan, sizdan 9 million so'm talab qilinyapti. Pensiyangiz 1 million 500 ming so'm. Bunday summani birdaniga to'lash qiyin. Siz ariza bilan murojaat qilib, har oy ma'lum miqdorda ushlab qolishni so'rashingiz mumkin. Lekin yana takrorlayman. Avval summa to'g'riligiga ishonch hosil qiling. 8-qadam, suddan qo'rqmang. Agar organ sizdan pul undirish uchun sudga murojaat qilsa, bu siz yutqazdingiz degani emas. Sudda siz dalillar keltirasiz, hujjatlarni ko'rsatasiz. Hisob-kitobga e'tiroz bildirasiz. Aybingiz yo'qligini tushuntirasiz. Ayniqsa ortiqcha to'lov idoraning xatosi bilan yuzaga kelgan bo'lsa, buni alohida ta'kidlash kerak. Men pensionerlarning farzandlariga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Ular ko'pincha huquqiy nozikliklarni tushunmaydi. Xat kelganda qo'rqib qoladi. Telefon orqali aytilgan gapga ishonib, ariza yozib yuboradi. Siz ularga yordam bering. Pensiya daftarchasi, bank kartasi, tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, o'qish ma'lumotnomalari tartibli saqlansin. Agar oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand bo'lsa, uning o'qish holatini har semestrda tekshirib boring. O'qishdan chetlashtirilsa yoki shakli o'zgarsa, bu haqda o'z vaqtida xabar bering. Chunki bugun xabar bermasangiz, ertaga 6 oy, 10 oy, 1 yil uchun katta qarzdorlik chiqishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, muddatni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Komissiyaga hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi qog'ozlarni saqlang. Agar tizimdagi kechikish sababli to'lovda muammo tug'ilsa, keyin aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasiga tushgan keyingi pullarni yechishga shoshilmang. Avval pensiya jamg'armasiga xabar bering. Bank va tegishli idoralar bilan maslahat qiling. Dafn xarajatlari uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin vafotdan keyin tushgan pensiyani ishlatib yuborish keyin qarzdorlikka aylanishi ehtimoli bor. Ko'pchilik so'raydi. Agar pulni men so'ramagan bo'lsam, o'zlari o'tkazgan bo'lsa, nega qaytarishim kerak? Javob shuki, pul o'tkazilganining o'zi huquqiy asos bor degani emas. Agar siz pensiya olish huquqini yo'qotgan bo'lsangiz yoki noto'g'ri ma'lumot sababli ko'proq pul olgan bo'lsangiz, ortiqcha to'lov qaytarilishi mumkin. Lekin agar xato faqat idoraniki bo'lsa va sizda ayb bo'lmasa, buni himoya qilish kerak. Yana so'rashadi: men oddiy pensionerman, qonunni bilmaganman, bu meni javobgarlikdan ozod qiladimi? Har doim ham emas. Agar siz muhim holatni aniq bilgan bo'lsangiz, masalan farzandingiz o'qishdan ketganini, nogironlik muddati tugaganini, pensioner vafot etganini bilgan bo'lsangiz, qonunni bilmadim degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin hisob-kitob formularini bilmaslik boshqa masala. Yana savol: pensiyamdan qancha ushlab qolishlari mumkin? Bu holat to'lov turi, qarzdorlik sababi qaror yoki sud hujjatiga bog'liq.
Shuning uchun aniq foizni vaziyatni ko'rmasdan aytish noto'g'ri bo'ladi. Muhimi, ushlab qolish ham hujjat asosida bo'lishi kerak. Siz qaysi qaror asosida ushlab qolinayotganini bilishingiz shart. Yana savol, agar hujjatni men emas, boshqa odam tayyorlagan bo'lsa-chi? Agar siz soxta hujjatdan foydalangan bo'lsangiz, men bilmaganman deyish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa siz bu hujjat orqali pensiya miqdori oshishini bilgan bo'lsangiz. Shuning uchun pensiya hujjatlarida faqat rasmiy arxiv, rasmiy tashkilot va qonuniy ma'lumotlardan foydalanish kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday: pensionerlarga ortiqcha to'langan pulni qaytarish talablari kelishi mumkin. Lekin har bir talabni alohida tekshirish kerak. Kimdir haqiqatan ham huquqi bo'lmagan pulni olgan bo'lishi mumkin. Kimdir muhim ma'lumotni yashirgan bo'lishi mumkin. Kimdir esa idoraning xatosi sababli nohaq qarzdor qilib ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, har qanday talab bo'yicha yozma asos oling, hisob kitobni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing. Shoshilib ariza yozmang. Zarur bo'lsa e'tiroz bering va mutaxassis bilan maslahat qiling. Pensioner uchun har bir so'm muhim. Shuning uchun o'z huquqingizni bilish va himoya qilish juda zarur. Agar sizga yoki yaqinlaringizga shunday talab kelgan bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Qaysi turdagi pensiya, qancha summa talab qilinyapti, sabab sifatida nima ko'rsatilgan. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir millionlab so'mini saqlab qolishi mumkin.